Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmmіңlar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Xitay türməsidəki ataqlıq öktüç Uyğur ziyalisi, Avropa İttifaqı Sakharov kişilik hüquq mükafatının sahibi, Xitay Mərkəzi Millətlər Universitetinin sabiq dotsenti İlham Toxtining Xitay hökuməti tərəfindən bölgünçilik bilan ayıplanıb ömürlük qamoq cəzasına hökm qilinganligining 9 illik münasibəti bilan Dünya Uğur Qurultayı, Amerika Dövlət Məclisi, xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatları və parlamentlar arqa-arqadan bayonot e'lon qilib, Xitay hökumətindən İlham Toxtini dərhal şərtsiz qo'yilishini talab qilish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni tutqundagi barliq Uyg'ur ziyolilarining taqdiriga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. İlham Toxti 2014-yili 2-oyda Beyjingda qo'lga ilinib, shu yili 9-oyning 23-kuni Urumchi o'tir xalq sud mahkamasi tomonidan bölgünçilik jinoyati bilan ayblangan va umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shuningdan buyon Amerika, Avropa İttifaqı qatorliq davlatlar va xalqarалық kishilik huquq tashkilotlari uning adolatsiz sotlanganligini bildirib kelmoqda. Dünya Uğur Qurultayı 25 sentabr kuni İlham Toxtining tutqunlik turma hayotining 9 yillik munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida İlham Toxti va shuningga o'xshash turmaga qamalgan Uyg'ur ziyolilarining oqibatini oldimizgi oylarda BDTning Xitoyning kishilik huquq ahvoliga universal qarab chiqish yig'inida o'tirib qo'yilishini talab qildi. Dünya Uğur Qurultayı raisi Dolqin Aysa bayonotdagi so'zida İlham Toxtiga berilgan umrlik qamoq jazosi Sharq Turkistonda yo'l qo'yilgan keng ko'lamli tutqun va bostirish siyosatining tunji belgisi edi. Uning taqdiri butkul Uyg'ur jamiyatiga amdi tinish va mo'tadil ovozlarning qabul qilinmaydiganligi haqida berilgan ogohlantirish bo'ldi degan. İlham Toxti apandining umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishining 9 yillik xotir kuni Dal Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutqunda g'oyib qilingan yana bir ziyoli, ya'ni Xinjiang Universitetining professori Dr. Raila Davudning umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligi dalillangan mezgil to'g'ri kelgan edi. Dünya Uğur Qurultayı bayonotida Raila Davud va İlham Toxtining o'rtaq taqdirini eslatib turib, dunyo jamoatining tutqundagi barliq Uyg'ur ziyolilarining taqdiriga ko'ngil bo'lishini talab qilish bilan birga, Xitoy hukumatini ularni shartsiz qo'yib berishga chaqirdi. Amerika Dövlət Məclisi qarmaqidagi Xitoy İşlər Komiteti bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumatini Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatining bir qismi sifatida turmaga tashlangan va ovoz o'chirilgan İlham Toxtini darhol qo'yitishga chaqirgan. Ular bayonotida yana İlham Toxti masalasi va Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan vahshiylikları Xitoyga berayotgan har bir Amerika hukumat amaldori va majlis a'zosi o'tirib qo'ydigan tunji tema bo'lishi kerak deb eskartgan. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Michael McCowell İlham Toxtining umrlik qamoq hukm qilinganiga naq 9 yil bo'lgan 23 sentabr kuni ilgirki Twitter, ya'ni hozirgi X-ga uchur yo'llab, Xitoy hukumatining İlham Toxtini darhol qo'yib berishini va uning oilasi bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yishini talab qilgan. Michael McCowell mundaq deb yozgan: 23 sentabr ataqliq Uyg'ur ziyolisi İlham Toxtining umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligining 9 yillik xotir kunidir. 2017-yildan beri uni hech kim ziyorat qilishga muvaffaq bo'la olmadi. Shundaqla hech kim uning hayot yoki hayot emasligini bilmaydi. Xitoy Kompartiyasi İlham Toxtini darhol qo'yib berib, oilasi va qadrli kishilar bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yish kerak. O'xshash bir vaqtda yana Amerika Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetining mas'ul a'zosi Jim Risch X-ga uchur yo'llab, İlham Toxtining shartsiz qo'yib berilishi uchun davomli besim ishlatadiganligini bildirgan. Jim Risch mundaq degan: "Bugun Uyg'ur ziyolisi İlham Toxtining siyosiy g'araz bilan qamoq hukm qilinganiga 9 yil bo'ldi. Men uning darhol va shartsiz qo'yib berilishi uchun davomli besim ishiltiman." İlham Toxtiga o'xshash Uyg'ur ziyolilarining ahvolini yaqindan kuzatib kelayotgan fransiyalik sinolog professor Marie Holzman xonim matbuotlar qilgan so'zida Uyg'ur ziyolilari uchirgan qismatlarning har fursatda, har yerda ta'kidlanishi lozimligini, ularning unutilib qolmasligi lozimligini bildirdi. U so'zda mundaq deb ko'rsatdi: Xitoy hukumatining İlham Toxti va Raila Davudga o'xshash yetishgan, qobiliyatli, o'z millatiga ta'sir ko'rsatadigan, jamiyatga, o'z davlati va hatto chet ellarda ta'sir paydo qila oladigan kishilarni oldi bilan yo'qotganligini ko'ryapmiz. Bu meni to'liq azoblamamoqda. Shunga biz har fursatda, har joyda ularni tilga olishimiz kerak. Biz agar Yevropada turib kishilik huquqini ta'kidlamasak, zolim diktatorlar jasorat to'playdi, kuchaydi. Biz har vaqt ularga bu bizning orzu qilgan dunyo emas deya olishimiz kerak. Ayni vaqtda Xitoyning İlham Toxtini umrlik qamoq hukm qilishi xalqaroning kuchli diqqatini qo'zg'ab, Amerika va Yevropa ittifoqining qattiq tanqidiga uchirgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumatı yaqinqi 5-6 yildan beri İlham Toxtining qaysi turmada jazo muddatini o'tayotganligi, uning hayot yoki emasligi, hayot bo'lsa salomatlik ahvolining qanday ekanligi haqida hech qanday bir uchur bilan ta'minlab baxmagan. 2019-yil to'xtab qolgan Yevropa ittifoqi Xitoy kishilik huquq dialogi 4 yil oradan keyin bu yil tunji qitim o'tkazilgan edi.
uchrashishda Yevropa vakillari Xitoy tarafdan Ilhom To'xtining salomatlik ahvoli, uning hayotda yoki emasligi, hayot bo'lsa uning hozir qaysi turmada jazo muddatini o'tayotganligini so'ragan. Biroq Xitoy tarafining javobi mutlaq sukut qilish bo'lgan. Ular Ilhom To'xti haqidagi savollarga javob berishni keskin rad qilgan. Va Xitoyning bu xil pozitsiyasi Xitoy bilan dialog o'tkazgan Yevropa vakillar umiga a'zolarining kuchli g'azabini qo'zg'agan edi. Növbətdə Cənvədə çağırılıyatqan BDT Kişilik Hüquq Kengashining 54-cü növbətlik yig'iniga qatnashish uchun 25-sentabr Cənvəyə yetib kelgan Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Erkin boshchiligidagi qurultay hay'ati yig'inga qatnashish jarayonida BDTning dokladchi xodimlari Uyg'urlar masalasini qo'llayotgan bir qism ellarning vakillari va yig'inga kuzatuvchilik salohiyati bilan qatnashayotgan bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashish olib berib, ular bilan Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qanday to'sib qilish va bu jihatda BDTning funksiyonidan qanday qilib yana unumli holda foydalanish, shundaqla BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi tarafidan o'tgan yil 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladning BDT kishilik huquq kengashi yig'inida muzokara qo'yilishini qanday qo'lga keltirish qatorliq masalalarni ko'radigan asosda suhbat va muzokara olib bordi. 11-sentabr BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turkning ichilish nutqi bilan Janvada boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 54-ci navbatlik yig'ini 6-oktyabrgacha davom qiladi. Yig'in boshlangandan buyon Uyg'ur masalasi yana bu navbatlik yig'inning muhim kun tartiblarining biriga aylandi. BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turk 11-sentabr kuni yig'inda qilgan ichilish nutqida Uyg'urlar masalasini tilga olgan va Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsanchiligidan hilam andish qilyapmiz deb ko'rsatgan. Uningdan boshqa yana Amerika vakili yig'inda qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqan bostirish siyosatini qattiq ayiblagan edi. BDT kishilik huquq kengashining oldingi navbatlik yig'inida Dolqin Aysa apandim 3 minutlik so'z qilish haqqiga erishgan. Ammo so'zlayotganda Xitoy vakillari Dolqin Aysa apandimning so'zini adabsizlarcha ko'p qatim bilib, yig'in kotibotligidan Dolqin Aysa apandimni yig'in zalidan chiqarib o'tishni talab qilgan. Ammo Xitoyning bu xil o'ktamlarcha talabi yig'in riyosatchisi tarafidan keskin shaklda rad qilingan. Amerika vakili yig'inda darhol Xitoyning o'ktamligiga raddiya qaytarib, Dolqin Aysa apandimning so'z qilishining BDTning hech bir qoida va prinsiplarga xilof kelmaydiganligini, Xitoyning bo'lsa mazlum millatlarning ovozini bo'g'ishga urinayotganligini ifoda qilgan edi. Qurultay markaziy organining stansimizga bildirishicha, qurultay vakillari BDT kishilik huquq kengashi 54-ci navbatlik yig'inining 28-sentabrdagi ayollarning haq-huquqlarini qo'g'dash asos tema qilingan muzokara bo'limida maxsus so'z qiladi. Qurilgan kundan tortib Uyg'urlarning an'anaviy madaniyat san'atini va Uyg'ur kimligini Avstraliya xalqiga tanitishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Avstraliya Uyg'ur muqam ansamblining qurg'uvchisi, elga to'nilgan vatanparvar san'atkorimiz Shuhrat Tursun boshchiligidagi ansambl a'zolari 24-sentabr kechda sevimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan muqaddas haftasini qutluqlash munosabati bilan Sidneydagi Olimpik klubida o'tkazilgan san'at kechiligida Uyg'ur xalqining klassik muqam san'atini yuqori mahorat bilan o'rindab chiqib, muqaddas qutluqlash kechiligiga qatnashgan 20 ming yaqin tomoshabinning qalbida taxt qurdi. Shuhrat Tursun boshchiligidagi san'atkorlarimiz qizg'in olqish sadolari ichida sahnaga taklif qilingani bo'lsa, zo'r ekranga Uyg'ur degan xat tushirildi. Shuhrat Tursun apandimning stansimizga bildirishicha, Sidney shaharlik hukumatning bevosita qo'llashi bilan o'tkazilgan kechilikka 24 davlatdan musulmon san'atkorlar, diniy ulamolar va payg'ambarimizning hozirgi avlodlarining a'zolari va musulmon tomoshabinlardan bo'lib 20 mingga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, faoliyat jarayonida Shuhrat Tursun apandim har qaysi ellardan kelgan diniy ulamolar va musulmon san'atkorlar bilan, shundaqla sevimli payg'ambarimizning hozirgi avlodlaridan Odam, Ali qatorliqlar bilan ayrim-ayrim holda ko'rish ilib berib, ularga Sharq Turkiston musulmonlarining navbatdagi ichinishli vaziyati haqida ma'lumot berish fursatiga erishgan va payg'ambarimizning hozirgi avlodlaridan Odam, Ali apandim bilan yaqin do'stlik munosabat o'rnatgan va uningga Uyg'urlar haqida tafsiliy tushuncha va ma'lumot bergan. Sidneyda payg'ambarimiz Hazrat Muhammadning tug'ilgan muqaddas haftasi har yili zo'r ko'lamda qutlanib kelinayotgan bo'lib, Shuhrat Tursun boshchiligidagi Avstraliya muqam ansamblining san'atkorlari har yili mazkur faoliyatga alohida taklif bilan qatnashib, Uyg'urlarni va Uyg'urlarning madaniyat san'atini dunyoning har qaysi ellaridan kelib to'plangan 10 minglagan musulmon tomoshabinlarga tanishtirib kelmoqda. Yaqında Qozog'iston bilan Xitoy imzolagan Qozog'iston-Xitoy fuqarolarining o'zaro uchurlarini almashtirish kelishimida Sharq Turkiston fuqarolarining Qozog'iston fuqaroligiga o'tishda Xitoyning davlat tavalligidan voz kechganligi haqidagi isbotnoma ko'rsatish belgilangan. Buning Sharq Turkiston fuqarolarining Qozog'iston fuqaroligiga o'tishini tixim qiyinlashtirganligi, chunki Xitoyning o'ziga tahdid yoki dushmanlik xohishi bor deb qaralgan kishilarga Xitoy davlat tavalligidan voz kechganligiga oid isbotnoma berishi mushkul ekanligi qayd qilinmoqda.
Xabarlarda ko'rsatilishicha, Qozog'iston parlamenti 20 sentabr kuni Qozog'iston Xitoy hukumatlari orasidagi ikki davlat fuqarolarining o'zaro uchurini almashtirish kelishimini tasdiqlagan. Lekin xabarda doirlarning bu kelishimi Qozog'iston Cumhuriyeti bilan Xitoy Xalq Cumhuriyeti aloqador organlarining qonunsiz ko'chmanlar va ikki davlat tavalliki sohasiga oid qilmishlarga zarba berishda qonun asosida tiklab berdi deb ko'rsatganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kelishimda yana har ikki davlat chegaradan kirish, turish va chiqishda qonunga xiloflik qilgan kishilarni bir-biriga uqtirdiganligi bildirilgan. Mazkur kelishimning xalqaroda, bo'libmi g'arb davlatlarida Xitoyning bostirishidan qochgan Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlarni Xitoyga qaytarmaslik, Uyg'urlarni qo'g'dash haqidagi chuqurlar kuchayotgan bir vaqt imzolanib, Qozog'iston parlamentida tasdiqlanishi diqqat qo'zg'amoqda. Qozog'iston hukumatı yaqinqi 25 yil mobaynida Uyg'urlarga panohlik berishni rad qilib, nurg'un Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berib qolmay, yaqinqi bir qancha yildan beri qozoqlarga siyosiy panohlik berishni qiyinlashtirgan. Erkin Osiyo radiosi Xitoy bo'limining bu vaqtdagi xabarida bu kelishimning Sharq Turkistondan Qozog'iston ko'chib chiqqan qozoq fuqarolarida andish paydo qilganligi bildirilgan. Xabarda Qozog'iston taratqullaridan naql keltirilishicha, bu yilning boshlaridan beri Qozog'istonda 462 kishi qo'sh davlat tavalliki sababidan ma'muriy javobgarlik tortilgan bo'lib, bularning ko'p qismi Sharq Turkistondan kelganlar ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.